Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan bitta fayzli xonadonda mehmon bo'lib o'tiribmiz. Ushbu uyimiz 5 qavatli g'ishtli uyning, qizil g'ishtli uyning ikkinchi qavatida joylashgan bo'lib, 2 xonali, 3 xonali qilingan. Proyektda, avtorskiy proyektda bo'lib, juda ham chiroyli jihozlangan. Hamda ishdan kirish bilan koridor, bu yerda o'tirish hol sifatida ishlatish mumkin. Bu yerda mexki mebel, miniatyurniki stolik, dekoratsiya ishlari hamda TV zona. Bu yer birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, oshxonamiz hamda sanuzul xonamiz. Birinchi xonamizdan ko'rib o'tamiz. Eshiklarimiz zakazon MDF eshiklar, необычный eshiklarimiz hamda mehmonxonamiz. Ko'rib turganingizdek, mexki mebel, jurnalli stolik, chiroyli qandillar hamda bu yerda konditsioner ham qo'yilgan. Chiroyli qandillar ham bor. Oyoqdagi polностью laminatlangan, yaxshi sifatli gilamlardan to'shalgan. Bu yer ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz yotoqxona mebellar bilan jihozlangan. Pardalar, qadrlar barchasi mavjud. Bu yerda kattagina shkaf qo'yib, bemalol joylashishingiz mumkin. Ushbu uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Va eng asosiysi, oshxonasi kattagina, kenggina bo'lib, oshxonasiga uголокlargacha qo'yilgan, stollargacha qo'yilgan. Oshxona mebellar bilan jihozlangan. Gaz plitasi, vытяжка, rakvina, kir yuvish mashinkasi, холодильникgacha hammasi bor. Bu yerda duxkonturli isitish tizimi bilan isitiladi, akvaplast deraza romlari. Bu yerda faqat siz shaxsiy kiyimlaringizni keltirasiz xolos. Texnikalargacha barcha jihozlangan. Hamda sanuzul xonasi polностью kafeltilgan, vanna, rakvina unitasi barchasi mavjud va qo'shimchasiga ariston ham qo'yilgan. Endi esa manzilni eslatib o'taman. Manzil Buxoro shahrining yurakchasi, Gorgaz Nasionaliy bank orqasidagi qizil g'ishtli uyning ikkinchi qavatida 2 xonali, 3 xonali qilingan juda ham chiroyli va fayzli uylardan birida bo'lib o'tdik. Ko'rishingiz mumkin, eshiklar, barcha jihozlarga alohida mehr berilgan. Uyning egasi srochno sotish kerak, barcha jihozlar bilan birgalikda. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.